Dunyodagi jamiki narsalar tasodifan paydo bo'lib qolmagan, hammasi oltin kesimni asosida paydo bo'lgan do'stlar. Hozir sizlarga qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Oltin kesim nima? Oltin kesim oldindagi songa o'zini qo'shgan holda keyingi sonning paydo bo'lishi. 1 + 0, 1, 1 + 1, 2 shu ketma-ketlikda davom etaveradi. Masalan, 8 ga 5, 13, 13 ga 8, 21 shu asosda ketaveradi. Buni nisbati 1/1618. Mana shu nisbatda chizilgan, sizlarga o'zi arxitektura detalini ko'rsataman. Mana bu derazamiz. Ya'ni bunaqasi eni 1,5 metr, uzunligi 2,40. Mana shu nisbatdagi barcha narsalar ko'zingizga chiroyli ko'rinadi. Loyihani ham mana shunga asoslanib qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu chizilgan tayyor holati, bu chizilayotgan holati va mana bu chizish uchun kerakli narsa. Ikkita birlikni tagida 2 ga 2 qo'yilsa agar 2 ga 3 hosil bo'ladi. Mana bu ko'zga juda ham chiroyli ko'rinadi 2 ga 3. Keyin 3 ga 5, mana 3 ga 5 va yana shu narsa davom etib ketaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. To'liqroq video kerak bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu